Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Alloh nasib qilganicha biz Tarixi Muhammadiya kitobini boshlab oldik. So'z boshi: Tarixi Muhammadiya. Islomga da'vatning boshlanishi, payg'ambarimiz nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerakki, ummatman degan har bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'z ota-onasini tanigandek bilishi lozimdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammadur sollallohu alayhi vasallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda, Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdulmuttalib, uning otasi Hoshim. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdulmuttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdumanofdir. Ushbu otalarini bilishlik har bir musulmonga lozimdir. 11-otalari Quraysh, 21-otalari Adnondir. Payg'ambarimizning yuqori otalari Ibrohim Halilulloh, onalarining otlari Ominadir. Payg'ambarimiz ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildir. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larida otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrati Iso alayhissalomdan 571 yil keyin tug'ildilar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur No'shiravon Odil podshoh edi. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari mavridir. Robbul avval oyining 12-si dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lmadi. Chunki onalari Omina og'ir bo'y xotinlardek qursoq og'irligini sezmadi. Yuklik xotinlarga bo'ladirg'on badan og'irchiliklarining hech birini bilmadi. Ona qornida 6 oylik bo'lganlarida Xudoning do'sti oxir zamon payg'ambariga yuklik bo'lding deb Ominaga tushlarida bashorat qildi. Bu muborak o'g'il tug'ilgan so'ngida oti Muhammad bo'lsin deyildi. Tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganida Allohning qudrati bilan Hazrati Maryam Fir'avnning xotuni, Hazrati Osiyo va boshqa bir necha hur qizlar bilan doyalikka hozir bo'ldilar. Bola tuqqan xotinlardek odatdagi to'lg'oq tortish, qursoq og'rig'i, qon kelishiga o'xshash narsalardan hech biri bo'lmadi. Payg'ambarimiz tug'ilganlarida poklik, tozalik bilan vujudga keldilar. Shundoqki sunnat qilingan edilar. Kindiklari kesilgan, badanlari yog'langan, xush islik narsalar surtilgan holda tug'ildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelgan kechasida u zotning sharaf hurmatlari uchun Xudoyi taolo ko'p mo'jizalar ko'rsatdi. U zamonda olam hammasi kofiriston edi. O'tgan payg'ambarlarning ko'rsatgan haq dinlaridan odamlar adashgan edilar. Arab mushriklari tarafidan Baytullohga 360 dona but osilgan edi. Arablarning har bir urug'i o'zlariga atab Baytullohga bir donadan but osib qo'yishni odat qilgan edilar. Mana shu butlar payg'ambarimiz tug'ilgan kechada hammalari yuztuban yiqilib yerga tushdi. Ertalab kelgan yuztuban yiqilib yerga tushgan butlarni ko'rib hayron qoldilar va ham ona qornidan yerga tushgan chog'larida bir nur paydo bo'ldi. Uning yorug'ligidan Shom viloyatidagi Busro degan shaharning saroylari ko'rindi. Makka shahri bilan buning oralig'i 50 kunlik yo'l edi. Hozirgi Eron xalqi u zamonlarda hammalari otashparast kofir edilar. Tutgan dinlari esa majusiylar dini, o'tparastlik edi. Bularning otashgada, ya'ni ibodatxonalarida ming yillab uzun zamonlardan beri o'chmay yonib turgan hisobsiz o'tlari payg'ambarimiz ona qornidan tushgan chog'larida o'chib qoldi. Ya'ni ul mamlakatda Sova degan bir ko'l bor edi. Shul kechada yerga singib ketib, Samova degan cho'ldan qaynab chiqdi. Ul cho'l suvga mo'l bo'ldi.
ko'lga aylandi. Mana shunga o'xshash u kechada bir necha turli mo'jizalar paydo bo'ldikim, agar ularning hammasi bu o'rinda yozilsa, bir kitob bo'lur edi. Endi bu joyda aytilganlarimiz daryodan bir cho'mich, xirmondan bir hovuch misoli bo'lsa ham, qolganlarga ishorat, mo'minlarga bashoratdir. Payg'ambarimiz tug'ilganlarini anglagach, bobolari Abdulmuttalib hammadan ortiqroq suyundi. Yoshligida o'lib ketgan bolasi Abdullohdan yodgor qolgan yolg'iz o'g'lim Muhammad deb ko'p suyar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning emizdirilishlari. U zamondagi shaharlik arablarning odatlari yangi tug'ilgan bolalarning sahrolik badaviy qabilalariga emizishga berur edilar. Atrofdagi badaviylarga har yili kuzda, ko'klamda emizishga bola olish uchun Makka shahriga kelish odat edi. Shuning uchun Bani Sa'd urug'idan Halima degan xotin o'z qabilasidan chiqqan xotinlarga qo'shilib, o'zi bir oriq eshak minib, eri bir oriq tuya mingan holda chiqishgan edilar. Ularning mingan ulovlari holsizlikdan yaxshi yurolmay hammaning ortida qolishdi. Ular shaharga kelgunlaricha ilgari kelgan xotinlar ota-onalik boy bolalarni tanlab olishib ketgan edilar. Payg'ambarimiz bir faqir oilaning yetim bolasi bo'lganligidan uni emizishga hech bir xotin ortiqcha qiziqmas edi. Hammaning keyinida qolgan Halima ham shaharga kirdi. Emizishga bola so'roqlab yurganida payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttalib ko'rib qolib, bizning bir yetim bolamiz bor edi, deb kelinlari Omina uyiga boshlab keldi. Hazrati Omina Halimani ko'rib aytdikim, bizni kambag'al, olamni yetim demasanglar, emizishga berayin, deb oq jun yo'rgakka o'ralgan payg'ambarimizni Halimaga ko'rsatdi. Halimaning ko'zi tushishi bilan mehri qo'zg'alib, so'l emchaklarini og'izlariga solg'an edi. Og'izlarini yumib, emmay qo'ydilar. Ikkinchi o'ng emchaklarini solg'anda darhol ema boshladilar. Mana shu kundan tortib, to sutdan chiqqunchalik so'l emchakni emakdosh bolaga qoldirib, o'zlari o'ng emchakni emishni odat qildilar. Halima xotun bu muborak o'g'ilni olishi bilan ularning uylari xayru barakaga to'ldi. Nima ish qilsalar rivoj topib, tirikchiliklari tuzaldi. Suti ozligidan yolg'iz o'g'il to'ymasdan oriqlagan edi. Qachonki payg'ambarimizni emgizdi, ersa suti buloqdek bo'lib oqa boshladi. Makkaga kelishda hammadan ortda qolgan mingan eshagi payg'ambarimizni o'ngarib qaytar chog'ida hammaning oldiga tushib yurdi. Bu qutlug' hayvonda bir turlik quvonchli hol paydo bo'lib, ortiqcha kuch-quvvatga ega bo'ldi. Bu sirni ko'rgan yo'ldosh xotinlar hayron qoldilar va ham shu yillar yomg'ir yetarlik yog'may, Arabistonda quruqchilik edi. Yerdan o't o'nmagan sabablik hayvonlari oriq bo'lib, alarning sutlari so'g'olg'on, ya'ni to'xtagan edi. Tirikchiliklari chorva sut qatig'iga suyangan ko'chmanchi arablar turmushi to'g'risidan anchagina og'irchiliklar kechirmoqda edilar. Payg'ambarimiz Halima xotin oilasiga qo'shilgandan so'ngra uning turmushi favqulodda tuzala boshladi. Shundoqki, oriqlikdan ko'taram holga erishgan qo'y-echkilari xiyol o'tmay semirishga turdilar. Hech yerda chiqqan o't, yegan cho'plari ko'rinmasdan, yelinlari to'lib sutlari oqib kelar edi. Halimaning butun oilasi ovqatga mo'l bo'lib, uy ichlari sut-qatiqqa to'ldi. Bu sirning tagiga tushunmagan boshqa moldor qo'shni arablar, Halima qo'ychisi qay yerda mol boqsa, sizlar ham shu joyda boqinglar, deb o'z molchilariga bek topshirur edilar.
ulug' qudrat tomonidan bo'lgan bu karomat sirlarini u bechoralar qaydin bilsinlar. Shundoq qilib, Halima xotun payg'ambarimizni to'liq 2 yoshga yetguncha emgizdi. Shu yoshdayoq boshqa bolalardan unib o'sishda ko'p farqlar bor edi. Endi odat bo'yicha sutdan chiqar vaqti yovuqlashdi. Halima va uning butun oilasi payg'ambarimizdan biror nafas ham ajrashga toqatlari yo'q edi. Shundoq bo'lsa ham, rasmi odatga qarab bolani sutdan chiqargani so'ngida Ominaga keltirdi. Bu muborak bolaga mehri tushib, ajrashga toqati yo'qligini bildirib yig'ladi. Bu qutlug' oyoq o'g'il borg'onidan buyon bo'lgan barakalarni bayon qilib, mumkin bo'lsa 5-10 yosh bo'lguncha tarbiyat qilishni so'radi. Omina Halimaga rahmi kelib, payg'ambarimizni unga qaytarib berdi. Undan so'ngra Halimaning qo'lida yana 2 yil turib, yoshlari 4 ga to'ldi. Tarixi Muhammadiyya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'ksi yorilishi voqeasi shaqqi sadr. Mana shu yilda shaqqi sadr voqeasi bo'ldi. Ya'ni farishtalar kelib muborak ko'kaklarini yordilar. Bu qissa bayoni shundoq ediki, badaviy arab bolalari odatlaricha payg'ambarimiz ham 4 yashar chog'larida emaktosh bola bilan birga qo'y echki qo'zilarini boqib yurishar edi. Bir kuni emaktosh o'g'il yugurgan holda yig'lab keldi. Xabar berdikim, ukam Muhammadni oq kiyim kiygan 2 odam kelib ushlab oldi va uni yerga yotqizib ko'ksini yorib qo'ydi, dedi. Halima eri bilan bu dahshatli xabarni eshitib, hushlari boshlaridan uchdi. Faryod fig'on qilishib chopishib bordilar. Ko'rdilarki, ranglari o'chgan, vujudlari o'zgargan holda turibdilar. Darrov quchoqlariga olishib, "Ey o'g'ilchog'im, sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Anda payg'ambarimiz, "Oq liboslar kiygan odam sifatida 2 kishi keldi. Meni yotqizib, ko'ksimni yordilar. Ichimga qo'l solib, yuragimni chiqazib, uni tildilar. Undan qora qonni oqizib tashlab, bir jom Kavsar suvi bilan ko'p yuvib chayqadilar. Mana sendagi shayton nasibasi ketdi. Endi senga shayton yo'l topolmaydir", deb yana qaytadan ko'ksimni tikishib qo'yib g'oyib bo'ldilar, dedilar. Qarasalar, ko'ksilarida yorganning nishonasi qolib, izi ko'rinib turibdi. Bechora Halima xotun eri bilan bu karomatning haqiqatiga tushunmay, bu ishning Xudo tarafidan bo'lganiga aqllari yetmay, ko'ngillariga turli xayollar kelib, xo'p qo'rqinchliklar tushdi. Bu ish jin shaytonlar qasdidan bo'ldimi, deb gumon qilishdi. O'zlari payg'ambarimizdan ajralishlariga sira toqatlari bo'lmasa ham bu hodisadan qo'rqib, nochor payg'ambarimizni onalari Ominaga keltirib topshirdilar. Bu muborak bolaga bunday mehr-muhabbat qo'ygan enagasi bizdan ruxsatsiz keltirdi. Albatta, buning boisi bo'lsa kerak, deb sababini Halimadan so'radilar. Avvalda aytmay, yashirib turgan bo'lsa ham, so'ngra bo'lgan voqeani bayon qildilar. Va bu ish jin shaytonlar tarafidan bo'lish imkoniyati bordir, dedi. Onalari Omina bu so'zga qarshi dedilarki, bu bola Muhammad bo'yimga bitgandan boshlab g'oyibdan ko'p bashoratlar ko'rib kelganman. Bu bolaning sharofatini bildirish uchun tug'ut kechasida necha turli karomat ishlar bo'lib o'tgandir. Endi bundoq ulug' xosiyatlarga ega bo'lgan farzandim Muhammadga hech qachon jin shaytonlar yaqinlasha olmaydilar, deb Halimaga hurmat ko'rsatib ruxsat qildilar. Shu chog'da payg'ambarimiz 4 ga to'lib 5 ga qadam qo'ygan edilar. Mana bu voqea payg'ambarimizga yosh bolalik vaqtlarida bo'lgan mo'jizalarning birisidir. Buni shaqqi sadr deydilar.
Tarixi Muhammadiya. Onalari bilan Madinaga safar va undan qaytishlari. Bundan so'ngra payg'ambarimizning onalari Hazrati Omina Madinaga borib, bolamga otasi Abdulloh qabrini ziyorat qildiray va ham u joydagi tog'alarini bilan ko'rishtirib kelay deb Madina safariga niyat qilib yo'lga chiqdi. Bu safarda Ummu Ayman degan Abdullohdan meros qolgan cho'rilari hamroh edi. Bir necha kun yo'l yurishib, salomat Madinaga yetishdilar. Makka shahri bilan Madina oralig'i tuya yurishida 10-12 kunlik yo'ldir. Tog'a qabilasi ichida bir necha kun mehmonlikda bo'lishdi. Maqsad o'talgandan so'ngra yana Makkaga qaytdilar. Makka va Madina shaharlari orasidagi Abvo degan joyga kelganida onalari Ominada betoblik paydo bo'ldi va shu joyda ajal yetib, endigina 5 yoshga kirgan farzandlarini dodaklari, cho'rilari Ummu Aymanga topshirib, yosh juvonlik holda vafot etdi. Mana shu joyga kelganda ikki tog' orasida mehribon onalaridan ham ajrab, ota-onasiz yetim bo'lib, cho'rilari Ummu Ayman qo'lida qoldilar. So'ngra bu joydan qo'zg'alib Makkaga kelgandan keyin bobolari Abdulmuttalib ziyoda mehribonlik ko'rsatib, o'z tarbiyatiga oldi. Shu bilan bobolarining qo'lida yoshlari 8 ga yetdi. Bu chog'da Abdulmuttalibning yoshi 100 dan oshgan edi. Har bir tug'ilgan kishi o'limdir oxir ishi degandek bu kishi ham ajali yaqinlashib betoblik to'shagida yotdi. 11 o'g'il 6 qizlari bor edi. Ularni yostiq ustiga chaqirib vasiyat qildi. O'g'lim Muhammad onasidan yoshligida yetim qoldi. Endi mendan ham ajrash vaqti yaqinlashdi. O'z o'rnimda Abu Talibni vakil qildim, dedi. So'ngra unga qarab aytdi: "Ey Abu Talib, sen o'zing kambag'al odamsan va ham yosh bolalaring ko'pdir. Shundoq bo'lsa ham o'g'lim Muhammadni senga topshirdim. Chunki sen yumshoq ko'ngilli, muloyim so'zli, ulug' hikmatli kishidirsan va ham Muhammad og'ang Abdullohning o'g'lidir. Mana shuning uchun ham Muhammadni senga topshirdim", deb foniy dunyodan o'tdilar. Tarixi Muhammadiya. Amakilari Abu Talibning tarbiyasiga o'tishlari. Otasi Abdulmuttalibning vasiyaticha Abu Talib ham shu kundan boshlab vafot bo'lgunchalik borliq kuch-quvvat bilan payg'ambarimiz tarbiyalariga kirishdi. U zotni himoya qilishda hech qanday kamchilik ko'rsatmadi. Shundoq bo'lib, amakilari Abu Talib tarbiyasida yoshlari 12 ga erishdi. U zamondagi Quraysh xalqining har yili savdogarchilik bilan ikki qayta safarga chiqish odatlari bor edi. Qish faslida bo'lsa Yaman shahriga, yoz kunlari Shom viloyatiga borib savdogarchilik qilar edilar. Shu odatlaricha Shom safariga tayyorlangan Quraysh karvonlariga qo'shilib, payg'ambarimiz amakilari Abu Talib ham chiqmoqchi bo'ldi. Endi jo'nar vaqtida payg'ambarimiz kelib, tuyaning burundog'iga osildilar va dedilar: "Ey amaki, meni kimga tashlab ketasiz? Men sizdan ajramayman", deb ko'zlariga yosh oldilar. Buni ko'rib Abu Talibning ko'ngli ezildi. Qarindoshlik mehri qo'zg'alib, ko'ziga yosh keldi va ham "Seni tashlab bu safarga chiqmayman", deb qasamyod qildi. Shuning bilan payg'ambarimiz Abu Talib tuyasiga mingashib safarga chiqdilar. Havo g'oyatda isigan vaqti edi. Mana shu kundan boshlab payg'ambarimizning bosh ustilariga bir parcha oq bulut chiqib soya solib turdi. Shom safaridan qaytib kelganchalik shu bulut soyasi sira ajramadi. Alloh taolo o'z habibi payg'ambarimizga bolalik kunlaridan boshlab shundoq mo'jizalarni berib, boshqalardan farqli qilgan edi. Makka shahri bilan Shom viloyatining oralig'i esa tuya yurishida 40-50 kun chamaliq yo'ldir. Quraysh karvoni bu yo'llarni yurib
manzillaridan o'tib, so'ngra Shom tuprog'iga kirdilar. Shu yerda Busro shahri bo'lib, aning yaqinida bir Salma, ya'ni Nasoro sofiylarining ibodatxonasi bor edi. Ana shunda uzun zamonlardan beri Buhayro otliq bir obid ibodat qilib yotur edi. Bu obid esa Iso alayhissalom keltirgan haq dinni tutgan, u yo'ldan adashmagan, Tavrot, Injil o'qigan katta olimlardan bo'lib, payg'ambarimizning sifatlarini Tavrot, Injil kitoblarida o'qib bilgan edi. Ul aytur ediki, Odam alayhissalomdan keyin ko'p payg'ambarlar o'tdilar. Endi barcha payg'ambarlar ulug'i, Xudoning do'sti, oxir zamon payg'ambari chiqar vaqti yaqinlashdi. Ul o'zi arab naslidan chiqqay, Makka shahrida tug'ilib, Madina shahriga hijrat qilg'ay, yosh bolalik vaqtida Shom tuprog'iga kirgay der edi. Bir kuni Salma ustiga chiqib, Madina tarafga qarab turib edikim, yiroqdan karvon qorasi ko'rindi. Alar yaqinroq yetib kelguncha payqab turdi. Qarasa, tuya mingan yosh bola tepasida bir parcha oq bulut soya solib turibdi. Buhayra rohib Tavrot, Injil kitoblarida o'qigan oxir zamon payg'ambarining sifatlari aniqlab bilish uchun uzun tikilib turdi. Karvonlar ham qo'shlarini tushtirdilar. So'ng payg'ambarimiz bir daraxt tubiga kelib o'tirdilar. Qarab tursa, daraxt shoxlari egilib, ustilariga soya tashladi. Mana bu karomatni ko'rib, obid ko'ngli qaror topdi. Darrov savbasiga kirib, karvonlar uchun bor ziyofat asbobini tortib, borib ularni mehmonga chaqirdi. Karvon xalqi ichida hammadan kichikroq payg'ambarimiz edilar. Arablar odatlaricha yosh bola deb qo'sh-qo'lon saqlashga qoldirib, boshqalari ziyofatga hozir bo'lishdi. Rohib ko'rdiki, payg'ambarimiz kelmabdir. Rohib so'radi: "Sizlardan kim qoldi?" deb so'radi. Alari esa: "Ulug'larimizdan hech kim qolmadi. Bir yosh bolamizdan boshqa barchamiz bormiz" deyishdi. Bu rohibning asl maqsadi esa payg'ambarimiz diydorlarini to'yib ko'rish edi. Iso alayhissalomdan bashorat bergan Tavrot, Injilda sifatlari aytilgan oxir zamon payg'ambari ekanlarini aniqlab bilish edi. Karvon ahlini ziyofat qilishdan rohibning maqsadi ham shu edi. Yo'q esa karvonlar bundan ilgari qancha qayta bu joydan o'tganlarida bu rohibdan hech qandoq iltifot ko'rmagan edilar. Shuning uchun yana kishi yuborib qo'ymasdan chiqartirib keltirdi. Kelgandan so'ngra bu bolaning otasi sizlardan qaysi biringlar deb so'radi. Anda Abu Tolib: "Men otasi bo'larman" deb javob berganda rohib aytdi: "Hoy, andoq bo'lmasa kerak" dedi. "Bu bolaning ota-onasi o'lgan bo'lib, o'zi yetim bo'lishi kerak" dedi. Abu Tolib aytdi: "Bu so'zingiz to'g'ridir. Siz degandek bolaning ota-onasi yosh chog'ida o'lib ketgandir. Men bo'lsam, ular o'rnida tarbiyat qilib turgan amakisidirman." Bu so'zlar eshitgan rohib bu bolaning oxir zamon payg'ambarligiga aniq bo'ldi. Tavrot va Injilda aytilgan sifatlari to'g'ri keldi deb ko'ngli qanoatlandi. Ziyofat o'tgandan so'ngra rohib Abu Tolibni bir chetga chaqirib: "Ey Abu Tolib, sizga xushxabar, bu o'g'lingiz voyasiga yetsa Alloh taoloning habibi, anbiyolar sarvari, oxir zamon payg'ambari bo'lur. Tavrot va Injilda sifatlari yozilmishdir. Uzun yillardan beri Salmada yotib shuni kutmoqda edim. Alhamdulillah, bugun maqsadimga yetdim." Shom shahridagi yahud olimlari ham o'z kitoblarida bu voqeani ko'rib alar ham kutib turmoqdalar. Chunki Alloh taolo tarafidan payg'ambarning sifatlari bayon qilingandir. Shu jihatdan yahud nasorolar olimlari bu ishdan xabardordirlar. Endi bundoq ulug' darajali payg'ambarlar alardan bo'lmay arab naslidan chiqqanlari uchun hasadlari qo'zg'olib, ko'ngillarida qattiq adovat saqlamoqdadirlar. Endi mening sizga do'stlik so'zim shuki,
Shom shahriga kirmasdan bolani olib siz bu joydan qayting. Mabodo unga dushmanlar qasd qilib ziyon-zahmat yetkazmasin, dedi. Abu Tolib ham bu rohib so'zining anglab Shomi Sharif ichiga kirmay karvon tushgan joyda ishlarini bitirib qaytdi. Endi u joydan karvon yurib sihat-salomat Makkaga yetdilar. Shundoq qilib, oradan yillar o'tib payg'ambarimizning yoshlari 20 dan oshdi. Payg'ambarimiz bolalik vaqtidan boshlaboq odobli, ko'rkam, axloqliq, chin so'zliq, yumshoq ko'ngillik, saxovatqo'llik, go'zal qiliqlik, ulug' himmatlilik edilar. Katta kichik, yaxshi yomon, do'st dushman barchaga qilgan ishlari yoqimlik edi. O'yin kulgidan, botil ishlardan ko'ngillari nafrat qilur edi. U zamondagi arab xalqining tutgan butparastlik dinlardan va har xil buzuq axloqlardan bek jirkanur edilar. Bularning tutgan dinlari botil dindir, albatta xato yo'l bo'lg'ay deb ishonur edilar. Birovdan ko'rmasdan, hech kimdan o'rganmasdan Ibrohim Halilullohning haq dinlarini tutgan edilar. Xudo tarafdan ko'ngillariga shundoq ilhom bo'lgan edi. Avvalda arab xalqining tutgan dinlari Ibrohim alayhissalom keltirgan islom dini bo'lsa ham, bu o'rtada uzun zamonlar o'tishi bilan ul yo'ldan adashib, bularda butparastlik ko'p rivoj topgan edi. Ichlarida Quraysh qabilasidan Varaqa ibn Nafl degan bir olim kishi bo'lib, butun arablar ichida Ibrohim alayhissalomdan qolgan haq dinni tutgan yolg'izgina shu kishi edi. Bu kishi esa Hazrati Hadija onamizning amakilaridir. Injil kitoblarida o'qib ko'rib u kishi oxir zamon payg'ambari chiqar chog'i yaqinlashdi. Shu kunlarda tug'ilib, soyasi yer ustiga tushdi. Ul arab nasli Quraysh urug'idan bo'lib, butun xalqni haq dinga da'vat qilur. Uning so'ziga arablar inkor qilib, qarshi chiqqaylar. O'z qabilasidan unga ko'p jabru jafolar yetkay. Oxirida uni o'z shahri Makkadan qochishga majbur qilgaylar. Koshki men u zamonda tirik bo'lsam edim. Afsuski u zamonni ko'rishga umr oz qoldi, deb har qachon shundoq so'zlar bilan hasrat qilur edilar. Varaqaning shundoq so'zlarini eshitib yurgan onamiz Hadija, agar bu ulug' davlat arablar ichida birovga nasib bo'lsa, albatta Muhammaddan boshqa bo'lmasa kerak. Chunki unda har bir yaxshilikning belgilari bordir. O'shandoq zotning xizmatiga loyiq bo'lsam, nikohlariga kirsam, men uchun qandoq ulug' baxt davlat bo'lar edi, deb hamisha orzu qilar edi. Tarixi Muhammadiyya. Hadija savdogarchiligiga vakil bo'lib Shom safariga chiqqanlari. Hazrat Hadija arab xotinlarida ichida ortiq aqllik, ziyrak, chechanliklari ziyoda bo'lganlikdan o'z fahm farosatlari bilan payg'ambarimiz boshlarida shundoq bir ulug' davlat borligini burundaroq sezib yurar edi. Shuning uchun turli bahonalar bilan yaqinlashib, shu zotning nikohiga kirish yo'lini izlar edi. O'zlari bo'lsa Quraysh qabilasi ichida hasab nasablik, husni jamolda chiroylik, urug' aymoqlari oldida obro'lik boy xotin bo'lib, burungi eri o'lib tul o'tirgan edi. Quraysh qabilasi sayyidlaridan bir qancha sovchi kelib, so'rovchilar bo'lsa ham, alardan hech birovni qabul qilmagan edi. Makka shahrining atoqli boylari qatorida qishda Yaman viloyatiga, yozda Shom shahri savdo tijoratlari yil sayin yurib turmoqda edi. Bir kuni Hazrati Hadija payg'ambarimizga kishi yuborib aytdiki, Muhammad bo'lsa mening oldimda ko'p hurmatli yigitdir. Men uni bek ishonimli kishi deb bilurman. Tijorat uchun Shom shahriga yubormoqchi bo'lib bir qancha mol tayyorladim.
agar xohlar ekan, bu tijorat ishiga boshchi bo'lib borib kelsin. Foydasiga teng sherik bo'lurmiz. Keyinchalik mendan yaxshiliklar qo'rg'ay, dedi. Payg'ambarimiz bu so'zni Hazrati Hadichadan eshitgandan so'ng kelib Abu Tolibdan qoshig'a kelib andan maslahat so'radilar. Abu Tolib ham bu safardagi tijoratdan ko'p foyda chiqishini chog'lab borishlariga maslahat berdi. Hazrati Hadicha bu so'zni angladi esa ko'p xursand bo'lib, Maysara degan qulini yo'lda xizmat qilish uchun hamroh qilib qo'shdi va ham payg'ambarimiz haqida nima sirlar ko'rsa, yo'llarda qandoq voqealar o'tsa, payqab yurishiga buyurdi. Shuning bilan payg'ambarimiz Hadijaning mollarini olib, Shom karvonlari bilan yo'lga chiqdilar. Bu safarda Abu Bakr Siddiq ham birga edi. Payg'ambarimiz bilan oralarida yoshliklaridan tortib do'stlik aloqalari bor edi. Ikkovlari bir tuyaga mingashdilar. Tuyaga minishlari bilan yana bir parcha oq bulut tepalarida soya tashlab turdi. Safar tamom bo'lguncha kun issig'ida ustilarida shu bulut sira ajramadi. Abu Bakr Siddiq va Maysara bu sirni ochiq ko'rdilar. Karvonlar manzildan manzilga ko'chib, bir necha kun yurishib Shom viloyatiga keldilar. Payg'ambarimiz 12 yoshlarida amakilari Abu Tolib bilan kelgan safarlarida ko'rishgan Buxoriy rohibning savmasiga karvon yaqinlashdi. Bu rohib bir necha yillar ilgari o'lib ketib, o'rniga Nasturo degan rohib kelib o'ltirgan edi. Bu ham Tavrot, Injil kitoblarida payg'ambarimiz sifatlarini ko'rib, oxir zamon payg'ambarining chiqar vaqti yovuqlashdi. Shom safariga chiqib shu yo'ldan o'tguvchidir. Aning jamolini ko'ramanmi degan umid bilan salma ustidan tomidan ko'z tutib Madina tarafga boqib turar edi. Bir kuni shul tarafdan karvon qorasi ko'rindi. Alar ichida ustiga bir parcha bulut soya solib turgan payg'ambarimizga ko'zi tushdi. Karvon turgan payg'ambarimiz esa salma yaqinidagi bir tup daraxt soyasida o'ltirdilar. Rohib kelib payg'ambarimizga uzun tikilib qarab turdi. Bu kishi kim bo'lur deb Maysara quldan so'radi. Undan javobini anglab, kitobda ko'rgan sifatlariga to'g'ri topdi. So'ngra Maysarani bir chetga tortib, unga payg'ambarimiz to'g'rilarida ko'p sirlarni aytdi va ham Shom shahriga kirmasga maslahat berdi. U joyda yahudiylardan dushmanlari kutib turmoqdalar. Ulardan ziyon zahmat yetmasin, dedi. Bu to'g'rida payg'ambarimizning o'zlari bilan ham biroz so'zlashdi. Mana shu rohib so'zi sabab bo'lib payg'ambarimiz Shom shahriga kirmasdan shu joyda mollarini ko'p yaxshi bahoda sotib qaytdilar. Endi so'zdan so'z chiqar degandek, bu kitob yozuvchi Alxonto'ra Shokirxonto'ra otamiz marhum bilan 14 yoshimda tarix hijrat 1319-yil, 1902-yili haj safariga chiqdik. Toshkentdan poyezdga tushib, Kaspiy dengizi, o'sha Kavkaziya orqali Botum bilan Qora dengizga kirib, Istanbulga yetdik. U zamonda Sulton Abdulhamidxon hazratlari xalifa edilar. Bu joydan O'rta dengiz orqali yurib Bayrut shahriga keldik. Undan poyezd bilan 9 soat Shom sharifga keldik. Eng avval Bani Umayya jomeida Hazrati Yahyo payg'ambar qabrini ziyorat qildik.
boshqa ko'p ziyorat joylar bor ekan. Alardin bo'shagan so'ngida shahardan anchagina chetroq joyda bir qishloqqa bordik. U qishloqni Qadamun Nabiy deb atar ekanlar. Unda bir masjidga kirdik. Masjid ichida tokcha ustida bir dona katta tosh turibdir. Mana shu tosh uzasida bosilgan bir inson izini ko'rib ziyorat qildik. Bizni boshlab kelgan odam aytdiki, payg'ambarimiz yigitlik vaqtlarida Hazrati Hadichaning mollari bilan tijorat uchun Shom shahriga kelgan ekanlar. Shu joyda ko'rishgan Nafto'ro rohib so'zi bilan shahar ichiga kirmasdan shu yerdan qaytgan ekanlar. Mana shu tosh ustiga mo'jiza bo'lib oyoqlarining izi tushgan edi dedi. U zamonda butun Shom viloyati arablar mamlakati Sulton Abdulhamid xalifaga qarar edi. Hozirgi tarix 1371-yil bo'lib, shul orada 52 yil o'tibdir. Inson umri o'tar, yozgan so'zlari qolar degani shul ekan. Endi boshqalar o'tgandek biz ham dunyodan o'tib ketsak, bizning avlod naslarimizga bu yozg'on so'zlarimiz yodgor bo'lsin. Buni o'qigan chog'larida biz g'arbni ko'ngillariga keltirib, bir kalima Qur'on bilan duoda yod qilib ruhimni shod qilg'aylar. Alloh taolo alarning ham ikki dunyolarini obod qilg'ay. Amin. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Quraysh karvoni Shom tuprog'idan chiqib, manzildan manzilga ko'chib, salomat Makka shahriga yetdilar. Makka xalqi karvon xabarini anglashib to'sib chiqishdi. Onamiz Hazrati Hadicha ham shul chog'da bir necha xotinlar bilan tom uzasiga chiqib qarab turgan edilar. Iroqdan kelayotgan karvon ichida payg'ambarimizga ko'zi tushdi. Bosh ustilarida bulutdek soya solib turgan bir juft qush ko'rindi. Haqiqatda esa ul ko'ringan qushlar ikki farishta edi. Anchalik maysara qul ham yetib keldi. Sihat salomatlikni bildirgandan keyin bu uzun yo'lda payg'ambarimizdan ko'rgan barcha sirlarni, bir necha karomat mo'jizalarni onamiz Hadichaga birin-birin bayon qilib berdi. Buni eshitgan so'ngida payg'ambarimiz ixlos muhabbatlari, zavq-shavqlari ilgaridan yana ortiqroq bo'ldi va ham payg'ambarimizning bu safardagi tijoratlarida boshqa kishilardan ortiqroq foyda chiqqanidan Hazrati Hadicha ko'p suyundilar. Tarixi Muhammadiya Hadichaga nikohlanishlari. Mana shu kundan boshlab payg'ambarimizga qiyomat juft bo'lib nikohlariga kirish chorasini qildi. Xotinlar tarafidan izlab sovchi qo'yish rasm odatdan tashqari bu ish bo'lsa ham, onamiz Hadicha Nafisa degan xotinni payg'ambarimizga yuborib, asli maqsadini bildirdi. Payg'ambarimiz esa eshitganlaridan keyin amakilari Abu Tolibdan bu haqda maslahat so'radilar. Bu ishga Abu Tolib ko'p ajablandi. Chunki hasab nasablarda Quraysh xotinlari ichida birinchi o'rin olgan Hadichaning o'zi xaridor bo'lishi u zamon arab odatlariga sig'maydigan taajjub ish edi. Shuning uchun Abu Tolib Hadichaning bu talabini sizga kelgan bir davlat deb hisoblaymiz. Albatta buni qabul qilishimiz kerak, deb mamnunlik bilan ila roziliklarini bildirdi. So'ngra Hadichaga qabul javobini berdilar. O'sha vaqtning rasm odatlari bo'yicha nikoh majlislari tuzildi. Har ikki tomondan ta'sirli xutbalar o'qishib, nikoh bog'ladilar. U birinchi ko'rgan nikohlari edi. Bunda 20 tuya mahr solganlari rivoyat qilinur. Mana shu chog'da payg'ambarimiz 25 yoshda bo'lib, onamiz Hadicha 40 yosh chamasi edilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dunyoda ko'z ochib ko'rgan vafodor yorlari, har ikki jahonlik muborak juftlari onamiz Hazrati Hadichadirlar. Payg'ambarimizning 4 o'g'il, 4 qiz farzandlari bor edi. O'g'illari Qosim, Tohir, Tayyib, Ibrohimdir. Qizlari esa Ruqiya, Zaynab, Ummu Gulsum, Fotimadir. Mana bulardan yolg'iz Ibrohim cho'rilari Moriyadan tug'ilgan edi. Qolgan hammalari onamiz Hadichadan tug'ilgandir. O'g'illarning eng kattasi Qosim bo'lib, kichiklari Ibrohimdir. Qizlarining eng cho'ngi Ruqiya, kichiklari Hazrati Fotimadir.
Onamiz Xadicha butun mol-dunyolarini, balki tamom umrlarini payg'ambarimizning rizoliklarida sarf qildilar. Payg'ambarimizga ko'p g'amxo'r, ziyoda mehribon edilar. Umrlari boricha eng oxirgi damlarigacha payg'ambarimizning g'am-qayg'ularini birga tortishdi. Hasrat kunlarida munglik boshlariga pana bo'lib, dardlik dillariga davo edi. Butun dunyo xalqini islom diniga da'vat qilish amri Alloh taolo tarafidan payg'ambarimizga keldi. Shu xizmatda bajarish ustida mushrik va munofiqlardan turli jabru jafo ko'rdilar. Tashqaridan har nechuk aziyatlar ko'rib, uyga kirganlarida ochilgan guldek chiroyli, shirin shakardek so'zlari bilan payg'ambarimizni yupantirib, g'amli ko'ngillarini ko'tarar edilar. Birorta so'zlarini qaytarmasdan, har qandoq ishlarini og'ir olmasdan, barcha mol-dunyolarini, balki borliq narsalarini ayamasdan payg'ambarimiz yo'lida fido qildilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey bor Xudoyo, Xadichadan men rozidurman, sen ham rozi bo'lg'aysan", deb haqlariga duo qildilar. Onamiz Xadicha vafot etgan yilini qayg'u-hasrat yili deb atagan edilar. Shuning uchun Alloh taolo o'z habibiga juft qilib, yor vafodorlikka uni loyiq ko'rdi. Vafotlaridan keyin ham payg'ambarimiz har vaqtda Xadicha onamizning sifatlarini qilib, aning yaxshiliklarini aytib o'ltirar edilar. Bir kun payg'ambarimiz onamiz Oysha uyida o'tirgan chog'larida Xadicha onamiz ustilarida so'z bo'ldi. Payg'ambarimiz aning yaxshilik sifatlarini aytib maqtadilar. Bunga onamiz Oyshaning rashlari qo'zg'alib, "Ul qari qizil og'iz xotinni muncha maqtadingiz", dedi. Anda payg'ambarimiz aytdilar: "Hoy, unday demag'in, ul esa borliq boylig'ini mening yo'limda qurbon qildi. Qayg'u-hasratlarimni teng tortishdi. Menga tikilgan ofat balolarga o'zini qalqon qildi. U mendan rozilik bilan dunyodan ketdi", deb muborak ko'zlariga yosh oldilar. Endi Xudo roziligi uchun erlariga bo'ysungan, dunyo turmushidagi g'am-qayg'usini birga tortishgan mo'mina, soliha xotinlar umidi shuldirkim, qiyomat kunida onamiz Xadicha Kubroning shafoatlarini topg'aylar inshaalloh. Payg'ambarimiz Makka shahridan Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin bir kun uylariga bir kampir xotin kirib keldi. Uni ko'rib ko'p hurmat qildilar. So'ngra o'tirgan odamlarga qarab aytdilarki: "Bu xotin ersa Xadichaning do'stidir. Uning tirikligida ko'p kelur edi. Har kishi o'z do'stining do'stlarini ko'rsa, albatta uni hurmat qilishi lozimdir", deb bu xotinga ko'rsatgan hurmatlari uchun sabab bayon qildilar. Shuning uchun bu haqda payg'ambarimiz aytdilarki: "Har bir musulmon farzandlariga ota-onalarining tirikliklarida va ham o'lgan so'ngida alarining yor do'stlarini hurmat qilish vojibdir". Ota-onalarining qadrdon birodarlarini siylash ham ularni hurmatlash haqiqatda esa o'z ota-onasini hurmat qilgandan bo'lur. Ota-onalarning hurmatlari va alarining xizmatlari bolalar ustida yuklangan ulug' farzdir. Alarga ozor berish, ko'ngillarini ranjitish islom shariatida eng ulug' gunohlardan bo'lib hisoblanur. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Bu dunyoda qilgan hamma gunohlarning jazosi oxiratga qolishi mumkindir. Magar ikki ulug' gunoh bordirki, uning jazosini u dunyoda ham, oxiratda ham ko'rg'ay. Birinchisi ota-onaga ozor berib oq bo'lish, ikkinchisi nohaqdan yolg'on qasam ichishdir. Ota bezori oqpadarlar xalq oldida ham, Xudo oldida ham marduddirlar. Ota-onalariga qilgan adabsizliklarining qasoslarini albatta o'z bolalaridan ko'rgaylar. Bunga Qur'oni Karim, hadisi sharif mazmunlari ochiq shohiddir". Odob, hurmat saqlashlik shariatda, Islomiyada yolg'izgina ota-onalar haqida emas, balki har bir ulug' yoshli qari kishilarni siylashga, yoshi kichiklarga rahm qilib, mehribonlik ko'rsatishga buyurilmishdir. Shuning uchun payg'ambarimiz: "Bizlarning qarilarimizni hurmat qilmanglar,
Bizlarning qarilarimizni hurmat qilmaganlar, yoshlarimizga mehribonlik ko'rsatmaganlar andoq odamlar bizlardan emasdur, dedilar. Yana o'z so'zimga kelaylik. Shundoq qilib, Payg'ambarimiz Xadicha onamiz bilan yaqin 30 yil eng ko'ngillik holda umr o'tkazdilar. Hayotlarida ustilariga xotin olish ixtiyorini qilmadilar. Lekin Payg'ambarimizning muborak yoshlari qancha ulg'aygan sari botiniy ahvollari, ruhoniy sifatlari shunchalik quvvat topib, kuchaymoqda edi. Bundoq bo'lishlari esa oldingi kunlarda payg'ambarlik ulug' vazifasini bajarish uchun tayyorlanish edi. Xilvatda yolg'iz o'tirib toat-ibodat qilishni, hamisha Xudo yodi bilan mashg'ul bo'lishni ko'p suyar edilar. Shu sababdan 5-10 kunga yetarlik oziq-ovqat tayyorlatib, shu tugagunchalik Makka shahridan chetroqda bo'lgan Hiro tog'ida bir g'orga kirib, Xudoga ibodat qilur edilar. Har chiqqanlarida necha kun xilvat o'tkazib, tog'larda yolg'iz qolgan kunlari ko'p bo'lur edi. Borish-kelish yo'llarida bir necha mo'jizalarni ko'rar edilar. Shundoqki, g'oyibdan ma'noli tovushlar eshitilar edi. Yog'och-u toshlardan "Assalomu alaykum, yo Rasululloh" degan salom ovozlari chiqar edi. Ayniqsa, bunday mo'jizalar vahiy kelishiga 6 oy miqdorida qolganda ko'paya boshladi. O'zlari payg'ambar bo'lishlarini shu choqqacha bilmas edilar. Odatdan tashqari voqealar ko'rilganida jin-shaytonlar tarafidan bundoq ishlar bo'lur degan gumon ham ko'ngillariga kelur edi. Chunki o'sha zamondagi arablar ichida jinlar bilan aloqa bog'lashgan, g'oyibdan so'zlaydigan bir xil odamlar bor ediki, alarni kohin deb aytur edilar. Bundoq odamlar arablar orasida oliy darajali olim hisoblanib, o'zaro yechilmagan mushkul ishlar kohinlar hukmiga tashlanur edi. Har qandoq ishlar ustida chiqarilgan hukm albatta qabul qilinishi kerakdir, degan e'tiqodda edilar. Kohinlar oldida g'oyib ishlar yashirin emas, degan arablarning ishonchlari bor edi. Bularning eng cho'nglari Shom arablaridan 2 kishi bo'lib, birining oti Shaq, ikkinchisining nomi Sittih edi. Sittihning tan yaratilishi ham o'zgacha bo'lib, bosh suyagidan boshqa hech ustixoni yo'q edi. Yig'in majlislarga olib bormoqchi bo'lsalar, kiygiz o'ragandek ani yo'rgashib, xurjunga solib olib borishar edilar. Bosh suyagidan boshqa jasadi yumshoq, shundoqqina go'sht edi. Mana shu 2 qohin 40 yil ilgari payg'ambarimizning kelishlaridan, islom dinining rivoj topishidan xabar bergan edilar. Nushiravon Odil shu zamonda Eron podshosi edi. Uning ko'rgan qo'rqinchli tushiga e'tibor berib, Eron davlati yo'q bo'lishini bildirishgan edilar. Bu 2 kohinning so'zlari 40 yildan so'ngra shular degandek kelganligi ham tarixiy kitoblarda yozilgan mashhur so'zdir. Va ham Qur'oni Karimning mazmunicha o'tgan payg'ambarlar har qaysilari o'z ummatlariga payg'ambarimiz kelishlaridan bashorat berganlari ma'lumdir. Zamoni saodatga erishganlari bo'lsa, alarni to'xtovsiz iymon keltirishga vasiyat qilgan edilar. Tavrot, Injilda va boshqa payg'ambarlar kitoblarida ham shundoq bashoratlar berilgan edi. Tarixi Muhammadiyya. Baytullohning dastlabki binosi. Bu oraliq vahiy kelishidan 5 yil burun Quraysh arablari Baytullohni buzib qayta yasamoqchi bo'ldilar. Buning sababi esa Makka shahrida bir qattiq yomg'ir yog'ib, Baytullohni sel bosib, tomlari yiqilishga boshladi. Mana shuning uchun Quraysh qabilasi Baytullohni boshqatdan yasashga qaror qildilar. Bunga sarf bo'ladigan chiqimga eng halol mollardan berishga qattiq shart qildilar. O'g'irlikdan, poradan, qimordan, fohishalikdan va boshqa har turlik buzuqliklardan topgan mollarini qo'shmasga va'da qildilar. Baytulloh yer yuzida paydo bo'lgandan boshlab 10 marta buzib yasalganligi haqida rivoyat bordir. Eng avval birinchi navbatda farishtalar tarafidan bino qilingan edi. Inson nasli dunyoga kelmasdan ilgari yer ustiga jinlardan Bani Jon toifasi ega edilar. Iblisi shayton shu toifa naslidan edi. Bu toifa yer ustida ko'p fitna fasod ishlarni qildilar.
Alloh taolo qahr qilib ularni halok qilishni 4-qavat osmon farishtalariga buyurdi. Bular tushib Bani Jon toifasini halok qildilar. So'ngra o'z makonlariga chiqishlariga ruxsat bo'lmay, bir muncha vaqt yer ustida qoldilar. Hadisda aytishlaricha, 4-qat osmonda qizil yoqutdan yasalgan Baytul Ma'mur degan bir bino bo'lgan. Yer ustida hojilar Baytullohni tavof qilganlaridek, farishtalar osmonda bu uyni ziyorat qilishur edilar. Shuning uchun yerda turishga buyurilgan farishtalar yer ustida ham shundoq bir ulug' muborak bino bo'lishini talab qildilar. Alloh taolo duolarini ijobat qildi. Baytul Ma'murning to'ppa-to'g'ri tagiga bir uy binosini yasab, shuni tavof qilishga buyurdi. Mana shu Baytullohning birinchi binosi edi. Ikkinchisi Xudo bilur. Bu voqeadan qancha zaman o'tgandan so'ngra otamiz Hazrati Odam Safiyulloh vujudga keldilar. Jannatdan tushgan joylari Hindistondan 40 qayta piyoda yurib haj qilganlari hadis kitoblarida rivoyat qilinur. Yig'i-zori bilan qilgan tavbalari 200 yildan so'ngra qabul bo'lib, onamiz Momo Havo ila Arofatda ko'rishganlari, Muzdalifada topishganlari tarix kitoblarida mashhurdir. Ana shu tarixda farishtalardan keyin otamiz Odam Safiyulloh Baytullohni ikkinchi yasaganlari haqida rivoyat bordir. Jannatdan tushishlari va vafot bo'lishlari Hindistonning tuprog'idan Sarandib tog'ida bo'lganligi mashhur bo'lsa ham, Mino tog'i tagida Masjidu Hayfda madfundurlar, ko'milgan degan so'zni kitoblarda ko'rdim. 3-binosi Odam alayhisalom o'g'illari tomonidan qilingan demishlardir. 4-si Ibrohim Halilulloh tarafdan qilinganligi Qur'oni Karimda ochiq aytilmishdir. 5 va 6-si Amaloqa Jurhum arablari tarafidan yasalganligi tarix ahllari rivoyat qilurlar. 7-si payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 5-bobolari Qusayn ibn Kilob tomonidan yasalmishdir. 8-si Quraysh qabilasi yasadilar. Shu kunlarda payg'ambarimizning muborak yoshlari 35 bo'lib, to'liq yigitlik vaqtlari edi. Quraysh xalqi Baytullohning binosi uchun o'z va'dalari bo'yicha eng halol kasblardan bir muncha mol chiqardilar. Bu yo'lda yig'ilgan mol-dunyolari va ham kuchlari bilan ishga kirishdilar. Payg'ambarimiz ham amakilari, urug' tuqqanlari ila tosh tashib har turli xizmatda bo'ldilar. Ibrohim alayhisalom yasagan vaqtlaridagi asosiy poydevor ustidan tosh qo'yishib chiqdilar. Shundoq bo'lib Baytulloh tomlari ko'krak bo'yi ko'tarildi. Tarixi Muhammadiyya, Hajarul Asvad tarixi. Endi Hajarul Asvad toshini o'z joyiga o'rnatib qo'yish vaqti edi. Shu o'rinda Hajarul Asvad toshi tarixidan bir oz ma'lumot berib o'taylik. Ma'lum bo'lganki, hadislarning mazmunlaricha Baytulloh yer ustiga bino bo'lgan chog'ida Alloh taoloning amri ila Hajarul Asad toshi jannatdan keltirildi. Baytullohni tavof qilishda boshlash o'rni belgilanishi uchun uni kun chiqish do'qmishiga qo'ydilar. Jannatdan yangi chiqqan chog'ida o'z nuri bilan butun haram hududini, ya'ni Makka shahri atrofini yoritur edi. Fatarot zamonlarida, ya'ni 2 payg'ambar orasi uzoqlashib, din yo'lidan xalqlar adashgan davrlarida ham Baytullohni tavof qilish odatlari tashlanmagan edi. Lekin ularga Baytullohning hurmat odoblarini o'rgatishga din olimlari qolmaganlikdan arablar o'z suyganlaricha tavof qilur edilar. G'usl, tahorat, satri avrat kabi diniy ishlarni xalq unutgan edi. Shu sifatlik arab mushriklari tahoratsiz xotinlar tavof qilganlarida odatlari bo'yicha Hajarul Asadga yuz-ko'z qo'llarini surtishur edi. Mana shu beodobchilik kasofatida qolib ketib, bu muborak toshdan ilgari yorug'lik nuri ko'tarildi. Avvalda shamchiroqdek oq nurlik bo'lishi bilan Hajarul Asad, ya'ni muborak tosh deb atalgan bo'lsa ham, u insonlarning kasofatidan nurlari so'nib Hajarul Asvad, ya'ni qora tosh nomini ko'tardi. Endi bu muborak tosh shu sifat bilan zohiriy husnidan ajragan bo'lsa ham, ma'naviy fayzi ilohiysi abadiy
o'zida boqiydir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qiyomat kunida Alloh taolo Hajarul Aswadni ko'rar ko'zlik, so'zlar tillik qilib, burungi husni jamoliga qaytarg'ay. Ixlos ila uni ziyorat qilg'uvchilarning iymoniga Xudo oldida guvohlik bergay, dedilar. Al-Misoq kunida hamma arvohlardan olingan ahdnoma Hajarul Aswadda saqlanmishdir, degan rivoyat bordir. Yana onamiz Oyshadan rivoyat ham bordir. Payg'ambarimiz: ey mo'minlar, Hajarul Aswadni ko'p ziyorat qilinglar, ani g'animat bilinglar. Bir kun bo'lurki, odamlar Baytullohni kechalab tavof qilurlar. Ertalab turganlarida Hajarul Aswadni topa olmaslar, chunki jannatdan chiqqan barcha narsalarni Alloh taolo qiyomat oldida yana jannatga qaytarur, dedilar. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Hajarul Aswadni Hazrati Ibrohim Halilulloh qo'ygan joylariga o'rnatish kerak edi. Hajarul Aswadni o'z joyiga o'rnatish uchun ko'tarishni talashib, Quraysh xalqi o'rtada janjal chiqardilar. Har ulug' bu ishda o'zlarini boshqalardan haqliroq ko'rishar edi. Bu to'g'rida so'zlari bir joyga to'xtayolmasdan, kelisha olmay, oxiri qilich nayzalariga yugurishib urushmoqchi bo'ldilar. Ish shu joyga yetganda oqil odamlardan o'rtaga yarashchilar tushdi. Undoq ulug' ish ustida Baytulloh oldidan nohaq qon to'kishdan saqlanaylik deb o'zlari insofga keldilar. Oqil orachilarning ko'rsatishlari bilan Bani Shayba darvozasidan kim ilgari kirsa, shuning hukmiga hammamiz rozi bo'laylik deb qaror chiqardilar. Shu kuni payg'ambarimiz kelmagan bo'lib, bu voqeani xabarlari yo'q edi. Shu orada u kishi darvozadan kirib keldilar. Buni ko'rgan Quraysh xalqi hammalari bir og'izdan ajab yaxshi ish bo'ldi. Chin so'zlik, ishonchli kishimiz Muhammad Amin keldi. Buning hukmi barchamiz rozimiz, deyishdilar. Payg'ambarimiz bu ishning tubiga tushungandan keyin yelkalaridagi ridolarini yerga yozib, Hajarul Aswadni ridoga soldilar. 11 urug' Qurayshdan bir kishidan kelsin. Bani Hoshim urug'idan men bo'ldim. Hajarul Aswadni hammamiz barobar ko'tarib o'rniga qo'yaylik deb 11lari barobar ko'tardilar. O'z joyiga yetkazganlarida payg'ambarimiz qo'llari bilan o'rnashtirib qo'ydilar. Shuning bilan o'tga suv sepgandek fitna bosildi. Payg'ambarimizning bu qilgan tadbirlariga, mundoq aql topganlariga barchalari rozi bo'lishib, ofarin qilishdilar. Bu tadbirlar bilan qancha odamlarni nohaq qonlari to'kilishidan saqlandi. Shundoq bo'lib, bu voqea ham ziyonsiz o'tdi. Endi payg'ambarimizning yoshlari 40 ga yaqinlashdi. Vahiy kelishga 6 oy chamasi qolganda har turli yaxshi tushlarni ko'rar edilar. Qandoq tush ko'rsalar hech o'zgarmay shundoq kelur edi. Endi bu joyda tushning haqiqati nima ekanligini o'quvchilarga tushuntirishni lozim topdim. Chunki tush ko'rishning ko'p chuqur haqiqati bordir. Agar buni yaxshi tushunib bilsa, bu bizga ko'rinib turgan tabiat olamining ustida yana bir haqiqat olamining borligini bildiradir. Buning bilan Xudoning borlig'i, payg'ambarlari so'zlarining haq rostligi yo'l ochilar. Endi bilmak kerakki, insonning haqiqiy ruhi, joni, fan olimlari tabiat olimlarining deganlaridek qondan chiqqan bir quvvat emas, balki din olimlarining ulug' rahbarlari, payg'ambarlar aytganlaridek tabiat usti haqiqat olamidan Xudo amri bilan inson vujudiga vaqtlik qo'yilgan omonat bir gavhardir. Mana bu ruh qondan paydo bo'lgan ruh bilan bek qattiq aloqali bo'lib, Xudo hikmati bilan shu parda ostiga yashirilganlikdan insonlar ahli parda ostidan asrorga yetisholmaydi. Chunki tabiat olamining ichidagi sirlarni tekshirishda fikr maydoni har qancha keng bo'lsa ham, ammo tabiat olamidan ustungi diniy masalalarda payg'ambarlarning rahbarlariga ostidagina yo'l topilmasa,
yolg'iz aql bilan haqiqatni topish imkonidan tashqaridir. Shuning uchun bu haqda rahbarlik qilish uchun payg'ambarlarni yubordi. Mana inson haqiqati shu gavhardir. Bu gavhar azaliy emas, abadiydir. Ya'ni bu ruh ilgari yo'q edi, keyin yaratildi demakdir. Endi u yo'qolmay mangu yashaydi. Har inson o'lgandan keyin uning ruhi dunyodagi qilmishiga qarab, qilgan amaliga loyiqlab belgilangan joyda, yaxshi bo'lsa rohatda, yomon bo'lsa mehnatda, mashaqqatda turadir. Payg'ambarimizning inson qabri jannat bo'stonlaridan biri bo'ston yoki do'zax chuqurligidan biri chuqurdir degan. So'zlarining asli haqiqati shudir. Qiyomat kuni Alloh taolo insonlarning shu ruh bilan tirg'izur. Qur'oni Karimdagi va yas'alunuka anir ruhi qulir ruhu min amri robbi oyatining ma'nosi: ey Muhammad, ruhning haqiqatini sendan so'raydilar. Sen aytgin, ruh Allohning amridan paydo bo'lgandir. Mana shu ham insonning shu ruhi muroddir. Bu ruhning esa arvoh olami ila aloqasi bordir. Arvoh olami deb farishtalar olamini ayturlar. U ruhning asli vatani tabiat olami ustidagi farishtalar olamidir. Boshqa hayvonlardan insonlarning farqi shu ruh orqali bo'lur. Ilmiy taraqqiyotlar, ijodiy fikrlar hammasini shu ruh natijasidir. Endi insonning tush ko'rishi shuki, uxlagan chog'ida shu ruh tan xizmatidan bo'shanib, yuqorig'i o'z olamiga sayr qilib chiqqay. Dunyoda bo'ladigan hodisalarning ma'lumoti tamomi ila ul joyda bordir. Inson ruhi shu dunyoda bo'ladigan ba'zi voqealarni ul joyda ko'rg'ay. Endi ruhning shu ko'rishini tush deb aytilur. Ruh har qancha yorug' musaffo bo'lsa, ko'rgan tushlari shuncha yorug', to'g'ri chiqar. Misoli bir ko'zdirkim, aksini to'g'ri ko'rsatish uchun uning sayqali, safolik, dog'siz, yuzi silliq, tekis bo'lishi shartdir. Ko'rilgan tushlar rahmoniy va shaytoniy bo'lib ikkiga ajraydi. Rahmoniy tushlarning haqiqatligi hech shak yo'qdir. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: mendan keyin vahiy kelishi to'xtatilib, ilmi g'oyib eshigi yopilur. Lekin taqvoli pok kishilarning ko'rgan tushlari vahiy namunasi bo'lib to'g'ri kelur. Ya'ni rahmoniy tushlar esa g'oyibiy hodisalarga ishorat bo'lur, dedilar. Shuning uchun payg'ambarlar, avliyolar, taqvolik olimlar, solih mo'min bandalarining ko'rgan tushlari albatta haqdir. Qur'oni Karimda Hazrati Yusuf alayhissalomning yoshligida ko'rgan tushlarining to'g'ri chiqishi bunga ochiq dalildir. Har doim o'z umri ichida bir necha to'g'ri tushlar ko'rishi ma'lumdir. Bu haqiqatga hech kim inkor qila olmas. Demak, payg'ambarimizning deganlaridek vahiy o'zilgandan so'ng g'oyibni bilishga solih kishilar ko'rgan tushlardan boshqa yo'l yo'q. Mana shu g'oyibdan xabar beruvchi ruh al-Misoh kunida alastu bi robbikum savoliga qolu bala javobini bergan. Shu ruhdir. Alloh taolo al-Misohda ahdini shu ruhlardan olmishdir. Oxirat kunida hisob kitob berguvchi, jannat do'zaxga tushguvchi ana shu ruhlik insondir. Hammaga ma'lumki, kishi tushda har xil narsalarni, o'lik tiriklarni ko'rg'ay. O'ylab ko'raylik, ko'rguvchi, ko'rinuvchi kimdir? Albatta shular arvohlardir. Buni ham bilmak kerakki, din ishlarida, tabiat usti masalalarida yolg'izgina aqlga suyanmay, bu haqda payg'ambarlar so'zlarini asos qilib tutishlik har bir musulmon odamga farzdir. Bu olamning sirlariga hech kim payg'ambarlardek voqif emasdir. Inson olamining bilgan narsalari bilmaganlari oldida ulug' dengizdan bir tomchi suv misolidir. Mo'minlarga qandoq ulug' ne'matdirki, din ishlarida g'oyibiy iymonlarida alarning yo'lboshchilari,
124 ming payg'ambardir. Bu so'zlarni yozg'uvchi faqir boshdan o'tgan mehnat kunlarimda bir necha ko'rgan tushlarim bordirkim, u tushlarim esa eng avvalo og'ir ahvolda yotgan kunlarimda Alloh taolo tarafidan bu osiy quliga qilgan iltifotlaridan ulug' bir ishorat edi. Yana asli so'zimga kelaylik. Payg'ambarimizga bu tush ko'rish davri 6 oy miqdorda davom etdi. Shu joygacha tinglanganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kanalimiz rivoji uchun podpiska va like tugmachasini bosib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.